Spirulina mahsulotimiz korobkasida 120 ta kapsuladan bo'lib, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi kapsulasi. Yashil, ya'ni bu dengiz minerallaridan tayyorlanadi. Spirulina tarkibida 200 dan oshiq vitaminlar bor. Inson organizmi uchun kerakli vitaminlarni beradi. Buni yosh bolalarga chaqaloqlik davridan tavsiya qilinadi va bundan tashqari ayniqsa homilador ayollar uchun juda ham kerakli mahsulot va undan kattalarga, yosh va qariga birday tavsiya qilamiz. Chunki spirulina inson organizmi uchun juda ham kerakli vitaminlarni beradi. Ko'taradi, qon aylanishini yaxshilab beradi, organizmdagi shlak zaharlarni yuvib chiqarib tashlaydi. Oyoq bo'g'im og'riqlarini davolaydi, xotira uchun juda ham yaxshi, zreniyani mustahkamlaydi va diqqatni jamlaydi. Buni yana ZPR, DCP bolalar uchun ham tavsiya qilamiz. Bu asab tizimini ham tinchlantirishga yordam beradi. Har qanaqa asab kasalliklarini davolab beradi. Mana shu spirulinada yana shunaqa xususiyati borki, saharni normal va sahari baland insonni saharni tushirib, bir xil normada ushlab beradi. Buni hammaga tavsiya qilamiz, ya'ni o'sha chaqaloqlik davridan toki yoshi kattalarga. Buni yil davomida ichsangiz bo'ladi, hech qanaqa побочный действияsi yo'q. Ya'ni bu dengiz minerallaridan tayyorlangan yashil o't. Ya'ni sizni ratsioningizdagi salat o'rnini juda ham zo'r bosib beradigan mahsulot.